Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşılamız. Mən Ərşidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Bultur Avropa, Asiya əllərinə toşulğan məcburi əmgək məhsulları yuqori səviyyəyə yetgan. Xitoy Sharqiy Turkistondagi chegara eg'izlari orqali majburiy emgak mahsulotlarini Yevropa, Osiyo davlatlariga to'xtovsiz to'shiyotgan bo'lib, bultur Alatov va Qo'rg'os chegara eg'izlari orqali qatnagan navbatchi poyezdlarning soni tarixdagi eng yuqori saviyaga yetgan. Xitoy tashviqot vositalarining xabar qilishicha, 2025-yili Alatov chegara eg'izi orqali qatnagan Xitoy Yevropa navbatchi poyezdining soni 8165 qatimga yetib, o'xshash mazgildagidan 6,3% oshgan. Buning ichida 6408 Xitoy Yevropa navbatchi poyezdi ekan. Xabarda bu mazkur eg'izda Xitoy Yevropa navbatchi poyezdi qatnashga boshlagandan buyon sonining tunji qitim 8000 o'tkilidan bo'sib o'tganligi tarixdagi eng yuqori rekord yaratilganligi alohida tashviq qilingan. Qo'rg'os chegara eg'izida bo'lsa, bultur qatnagan Xitoy Yevropa tunji poyezdi 9882 ga yetib, o'xshash mazgildagidan 13,2% oshgan. Yük to'shish miqdori 14,237,000 tonnaga yetib, o'xshash mazgildagidan 17,8% oshgan bo'lib, har ikkilisi tarixdagi eng yuqori chekka yetgan. Ma'lum bo'lishicha, hozirga qadar Alatov eg'izidan o'tadigan Xitoy Yevropa navbatchi poyezd liniyasi 128 ga yetgan bo'lib, 21 davlatga bora oladi ekan. Qo'rg'os chegara eg'izida bo'lsa, qatnash liniyasi 90 ga yetgan bo'lib, 18 davlat 46 shahar va rayonni qoplaydi ekan. Mazkur qatnash liniyalarida to'shiladigan mollar asosliqi avtomobil zapchastlari, elektronlik mahsulotlar, kundalik to'ylik mollar qatorliq 200 xildan ortiq tovarni o'z ichiga oladi ekan. Har qaysi davlatlarning Sharqiy Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa sukut qilishi, Xitoyning jinoyatlarga qarshi hech qanday harakatga o'tmasligi sababli qoniga bo'yalgan majburiy emgak mahsulotlari to'solg'usiz holda Yevropa, Osiyo davlatlariga to'shilmoqda. Amerika Xitoyning tadqiqot fondi o'g'riligiga qarshi tadbirlarni kuchaytirmoqda. Amerika urush ministrligi yaqinda yangi tadbirlarni e'lon qilib, ministerlik fond bilan ta'minlangan tadqiqot turlarining Xitoy va boshqa yomon xarakterlik chet el ta'sir kuchlarining foydalanib ketishining oldini olganligini, bu orqali Amerikaning davlat mudofaasi, yangilik yaratish iqtidori va tadqiqot sohasidagi dunyoviy yetakchilik o'rnini saqlab qolganligini jakarladi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, bu tadbirlar Amerikada tijorat qilayotgan Xitoy harbiy korxonalarining Amerika mudofaa ministrligi ta'minlagan asosiy tadqiqot fondiga erishilishini to'sish qatorliqlarini o'z ichiga oladi. Ministerlikning yuqori darajalik amaldorlari, har qaysi jang rayoni qo'mondonlari hamda ministerlikqa qarashli organlarning mas'ullariga yo'llangan eslatmada, biz cho'qim Amerika mablag' solgan tadqiqotlarni yomon xarakterlik chet el ta'siridan, aqliy mulk o'g'riligidan va Amerikaga foydasiz bo'lgan boshqa shakldagi tadqiqot natijalaridan foydalanish qilmishlaridan qo'g'dishimiz kerak deyilgan. Eslatmada deyilishicha, garchi ministerlik xatarni azaytish uchun muhim tadbirlarni qo'llangan bo'lsa-mu, ammo Amerikaning raqiblari taktikasini to'xtamay o'zgartib turg'achqa, Amerika butun ministerlikda texmo atrofliq texmo ijro qilg'ili bo'ladigan tadbirlarni qo'llanishi kerak ekan. 9 turlik tadbir ichidagi birinchi moddada 2021-yillik davlat mudofaa huquqi qonunida bekitilgan Amerikada tijorat qilayotgan Xitoy harbiy korxonalari tizimligidagi Xitoy shirkat organlarining shundoqla patent yoki aqliy mulk o'g'irlash xotirasi bor organlarning asosiy tadqiqot fondiga erishishi cheklandi ekan. Xitoy harbiy korxonalari tizimligiga kirgizilgan Xitoy shirkat organlari Xitoyning asosli harbiy sanoat guruhlariga chetildigan bo'lib, aviatsiya, olam qatnashi, kemisozlik, yadro energiyasi, qurol-yarog' va xabarlashish qatorliq ko'plagan sohalarni o'z ichiga oladi ekan. Huawei, Dajian qatorliq harbiy puhraviy qo'sh yo'linishlik korxonalarmi bu tizimlikda bor ekan. Bu tadbirlar Amerika Avam palatasining Amerika Xitoy Kompartiyasi strategik raqobat alayda komitetining bultur 9-oydagi bir tekshirishidan keyin o'ttirga qo'yilgan.
mazkur tekshirishda ko'rsatilishicha 2023 yili 6 oydan 2025 yili 6 oygacha bo'lgan oralikda e'lon qilingan tadqiqot maqolalari ichida 1400 maqola Xitoy organlari bilan hamkorlashishga chetishliq ekan. Buning ichida 700 dan ortiq maqola Xitoy mudofaa tadqiqoti va sanoat bazasiga qarashli organlar bilan hamkorlashib tamomlangan ekan. Tramp Zelenskiyni tinchlikqa to'solg'u bo'lish bilan aybladi. Amerika prezidenti Donald Trump Reuters xabar agentligining ziyoratini qabul qilganda, yoshirin tinchlik kelishimining amaliylashishiga Rossiyaning emas, balki Ukrainaning putlikashang bo'layotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Chorshanba kuni Oval ishxonasida o'tkazilgan maxsus suhbatda Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 4 yilga yaqin davomlashgan bu urushni oxirlashtirishga allaqachon tayyorlanganligini, lekin Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning bo'lsa texmo ehtiyotchan va taraddud bilan pozitsiya tutayotganligini eskartdi. Trump Putin haqida to'xtalib, meningcha u kelishim tuzishga tayyor, Ukrainaning bo'lsa kelishim tuzishga ancha niyati yo'q deb qarayman deganlarni qayd qildi. Amerika yetakchiligidagi suhbatlarning 2 dunyo urushidan buyangi Yevropadagi eng chong quruqlik urushi hisoblanadigan Rossiya-Ukraina urushi nima uchun texicha hal qilinmaganligi so'ralganda, Trump qisqala qilib Zelenskiy deb javob berdi. Bir necha qatimliq uzilishlardan keyin Amerika yetakchiligidagi suhbatlar yaqinqi haftalarda tinchlik kelishimidan keyin Rossiyaning qayta hujum qilinmasligiga kafolatlik qilish uchun urushdan keyingi Ukrainaning bexatarlik kafolati masalasiga markazlashdi. Umumiy jihatdan olganda, Amerika taraf suhbatchilari Rossiya bilan tuziladigan kelishimning bir qismi sifatida Ukrainani sharqiy qismidagi Donbas rayonidan voz kechishga qoyil qilishga yoki majburlashga urinmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.